Odam otaning bolalari. Bu kunlarni biz insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'alabini ba'zan bir to'pqa, ba'zan yana bir to'pqa nisb qilamiz. Bu haqiqiy mu'minlarni ayirish uchundir. Qur'oni Karim sura Al-Imron 140-oyat. Yaqala etek bo'ldi, etekla yaqa. Daraxti yuridi, quyruqi yo'q paqa. Uyg'ur xalq maqoli. Hargizmi millat davlatni hosil qilmaydi. Balki davlat millatni hosil qiladi. Mussolin. Yot iqlimlarga bag'inda tabiatning rangdorligini, jamiyat va urf-odatlarning xilma-xilligini, bir-biriga o'xshamaydigan siyosiy tuzumlarni ko'rish va his qilish fursatiga ega bo'lamiz. Shuning bilan o'zimizni boshqalarga selishtiramiz, o'zimizdagi nuqsonlarni, boshqalardagi afzalliklarni bayqaymiz. Natijada o'zimiz haqidagi tushunish subyektivlik va bir taraflamalikdan amaliylikka qarab cho'nqirlaydi. O'zimiz haqidagi diagnoz amaliy bo'lgan sira illatlarimizni kaskin tanqid qila olamiz va o'zgartira olamiz. Xislatlarimizni mukammallashtirib ko'paytira olamiz. Vaholanki chet elga chiqish va sayohat qilish bir joyning go'zal manzarasiga maftun bo'lishdan iborat emas. Yuzaki odamlar go'zal manzaraga va halovatlik turmush yo'sullariga, afzal ijtimoiy tartiblarga mas bo'lish bilan o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Hatto ular ashundoq rohatlik turmush muhitining o'zlarida bo'lmaganligidan hasratlanishi mumkin. Az to'lib fikr qilish qobiliyatiga ega kishilar tabiatning go'zalligi va jamiyatning afzalligi orqali ma'naviyatini g'idiqlab, dunyo va hayot to'g'risida, insonning qadr-qimmati va burchi to'g'risida ozdir ko'pdir o'ylanib, o'zlarining yashash muhitini o'zgartirishga kuchining yetishicha urinib ko'rishi mumkin. Qandoqla bo'lmasin, tabiatning go'zalligi yaratquchining katta bir asri sifatida insonning tabiatiga xushlik ep kelib, jamiyatning nobob taraflari keltirib chiqargan ma'naviy jarohatlarni amlaydi. İnsanның yuragiga istiqiylik holdagi hurlik tamasini soladi. O'xshamagan jamiyatning siyosiy, ijtimoiy odatlari odamni o'xshamagan madaniyatga nisbatan keng qo'saq ochiq pozitsiyaga da'vat qiladi. Uyg'urlar o'z davrida o'z muhiti va atrofiga nisbatan keng nazar doira yetildirgan millat edi. Orxun obidlariga qarasak, qo'shni allarning mijoz xulqi to'g'risidagi ro'shan antropologiyalik fikrlarni uchratamiz. Mahmud Koshig'ari o'z xalqini ayni zamon jahon hokimiyatining sohibi bo'lmish arab allari bilan parallel qo'yib tasvirlaydi. Yusuf Xos Hojib Uyg'ur g'oyibiy jamiyatining andizasini qurib chiqqanda tafakkur xurujlarini Yunon, Eron, Turan territoriyalari bilan beyyatdi. Bobimiz Mirza Muhammad Haydar Qo'rag'oniyning tarixiy Rashidi asridan jahonga xo'jayinlik g'ururi bilan oyoq bosgan shir yurak ajdodlarimizning ot ustidagi javlonini ko'ra olamiz. Zohiriddin Muhammad Boburnoma degan asrida Mavaraun Nahar, Kashmir, Hindiston dalalarning tog' daryolari va gul-giyohlarini zo'q-sho'q bilan tasvirlaydi. Ular dunyo hodislari orasida aqli lol bo'lib o'zlarini yo'qotib qo'ygan emas. Balki dunyoga bo'lgan xo'jayinlik hissiyoti bilan mag'rur yashab, boshqalarning aqlini lol qiladigan ishlarni qilgan edi. Biz yuqorqilarning asarlaridan o'zimiz va qo'shnilarimiz haqidagi nurg'un qimmatli ma'lumotga erishimiz. Uyg'urlar mayli irqiy xususiyat jihatdan bo'lsin, mayli din va adabiyot nuqtasidan bo'lsin, dunyoviy tanglikka ega bir xalq.
Biz bu xalqning umumiy tarafini insonshunoslik va madaniyatshunoslik nuqtasidan tushunmoqchi bo'ladi ekanmiz. Biz allburun odatlanib ketgan tor rayon tafakkuridan halqib chiqib xalqaro kenglikda o'zimizga nazar silishimiz kerak. Bizdagi Orxun obidalari, Turkiy tillar divoni, Qutadg'u belik, tarixiy Rashidi, Boburnoma dunyoni tushuntirish xarakteridagi jahon namo adabiyoti o'rnaklaridir. Hozir bizda vatqan sayohat adabiyoti texmi keng ma'noda jahon namo adabiyoti deyilsa muvofiq bo'ladi deb qarayman. Yuqorqi asrlarda ajdodlarimizning o'zlarining yashash muhiti, atrofidagi xalqlarning tabiiy va ijtimoiy holati to'g'risida real tonish hosil qilib, bexudlik va g'aflatdan yiroq yashaganligini bilalaymiz. Afsuski, mushundoq esil an'ana butkul tariximizda talay qatim uzilib qolgan. Yetarlik fursat bo'lmagan ahvol ostida jahonning qisman tarafiga g'ilpol bo'lsimi nazar soldim. Ta'sirotlarimning yuzaligi aniq. Lekin fikr herismanlikim qaynab turadi. Tabiiy holda o'zim tava to'p bo'lgan Uyg'urlarni ko'rgan va tushungan xalqlar bilan selishtirib ma'lum yakunga ega bo'ldim. Bu yakunlarni nazariyat jihatdan qiliplashtirib ko'rsatishda bizdan ilgari bu haqda bir qism ilmiy amgakni o'ttirg'i chiqargan odamlar bor. Biz ularning qarashlariga murojaat qilish orqali o'qirmanlarimizga tafakkur yeb ushlarini beramiz. Millatlar va ularning xulqi haqida yozilgan kitoblar talay. Biz ularning hammasidan gap ocholmaymiz. Men faqat o'zimning aqliy xotiramdan o'rin olgan ba'zi fikrlarni hadiya qilay. 10 yil ilgari Liming ismli bir xanzu olimning Odamiylik suol nomli 2 qismli kitobini ko'rgan edim. Angliyaga ziyoratga chiqib ingliz millatining etnik xususiyati haqida o'ylarga patqinimda Liming apandining kitobidagi qarashlar esimdan kashdi. Bu yerda esimdan kashgan ashu fikrlarni o'qirmanlarimdan ayamaslikni loyiq topdim. Liming apandi kitobida Junxua ingliz Yahudi millatlarini o'zaro selishtirib, ularning tarixiy va madaniyatini odamiylik nuqtasidan tekshirdi. Kitobning qo'shimcha mavzusi Jungu g'arb madaniyatining tarixiy taqdiri bo'lib, avtorning bayon qilishicha, Amerika irqshunoslari Junguliklarning Shimoliy Amerikaga ko'chib berishini cheklagan ekan. Buningga ilmiy asos tepish uchun ular Mong'ol va Jungu irqlarining mengi sig'imini tekshirib, ularning mengi sig'imining ingliz va amerikaliklarninkidan to'van ekanligini payqagan hamda Amerikadan iborat go'zal jannatga ularning kirishini man'iy qilgan. Ammo Mong'ol irqiga tava bo'lgan yaponlarning 20-asrda bosh ko'tarishi irqshunoslarning yuqoriqi nazariyasini og'dirib tashlagan. Bu orqali avtor bir millatning ijtimoiy taraqqiyotini belgilaydigan kuchli omil xarakter, ondan qolsa insoniylik, ondan qolsa irq deb hukm chiqaradi. Bu 3 omilning muhimlik nisbati 10ning 5-darajasining 10ning 2-darajasiga bo'lgan nisbati, 10ning 2-darajasining 1ga bo'lgan nisbati. Buningdan ma'lumki, insonlarning irqiy sifati barobar. Ularning aqliy sifati aqlni ochadigan jamiyatning xarakteri bilan munosabatlik. Bu hukm Koreya Dongsyu universitetining professori Jang Shingban apandining raqamlashgan jamiyatda yashash parositi nomli kitobida ko'rsatib o'tgan munu bayon bilan birdak. Newton jurnalida DNAga oid qiziqarli bir doklad e'lon qilingan. Dokladda deyilishicha DNAning tipi 2 xil bo'ladi ekan. Biri L tiplik bo'lib, aktiv, ijodiy va muqimsiz bo'ladi ekan. Yana biri S tiplik bo'lib, konservativ, nerva tuslik, muqim bo'ladi ekan. Odamlarning geni 3 xil bo'ladi ekan. S tiplik, L tiplik va SL aralash tiplik. L tiplik
odamlar ijodchan bo'ladi ekan. İz tiplik odamlar aslidagisini saqlashga moyil bo'ladi ekan. Aralash tiplik odamlar mo'tadil bo'ladi ekan. Amerikada el tiplik odamlar 30%, aralash tiplik odamlar 50%, iz tiplik odamlar 20% ekan. Yaponiyada bo'lsa el tiplik odamlar 1,9%, aralash tiplik odamlar 30,1%, iz tiplik odamlar 68% ekan. Bir jamiyatda el tiplik odamning ko'p bo'lishi shu jamiyatning ijodchan islohot ruhiga boy ekanligidan derak beradi. Genshunoslarning ma'lumoticha, genning 50% irsiyatdan bo'ladi ekan. 50% ma'arif va ijtimoiy muhit bilan munosabatlik ekan. Demak, bir jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi ilg'or, ma'arifi afzal bo'lsa, shu jamiyatda ijodchan gen ko'payadi. Bir jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi qaloq, ma'arifi nachar bo'lsa, shu jamiyatda qatmal qalba odamlar ko'payadi. Qiziqarligi shuki, hokim o'rinda turayotgan qavmlarning ayrim sarxillari boshqalarni madaniyatsiz qaloq deb cho'kirishga amroq bo'ladi. Bu hol tarixda takror ko'rilgan masala bo'lib, hatto ayni vaqtda boshqalarning kamsitishidan qoqshiganlarmi ozroq qad ko'taravasa ko'rgan kunlarini unutib ketadi. Odamiyat, mansab, bozor, aqida qatorliq qimmat qarash ko'rsatkichilarining tutash chambarlarida harakat qiladi deb qaraydi Liming apandi. Huquqqa erishish va huquq orqali ustunlikka erishish inson tabiatidagi xohishlarning biri bo'lib, buni Liming apandi huquq xohishi deb atagan. Huquq xohishida buyruq bilan bo'ysunish tang mavjud. Huquq xohishining oqilona yo'li adolat, haqqoniyat prinsipini cho'radab ko'p sondagilarning amilligini kafolatlantirish. Huquq xohishining aqlga yot yo'li o'z ko'michiga cho'g' tortish bo'lib, soxtapazlik, makkorlik, qizil ko'zlik, rahimsizliklar yo'g'ilitiladi. Foyda izlash insonning yana bir tabiati. Bozor dal ashu foyda izlash xohishini qanoatlantiradigan soha. Bu yerdagi bozor noqul holda savdo faoliyatini, pul tegishish, tovar almashtirish qatorliqlarni ko'rsatmaydi. Balki u inson bilan tabiat o'ttirisidagi moddiy aloqani ko'rsatadi. Egilikni erkin tanlash, ijod qilish, bir-biriga tayinish, hamkorlashish, o'z foydasini izlash orqali butkul jamiyatning foydasini ilgari surish bozorning asosi ruhidir. Bozor huquqning qonun kapolati ostida o'zi uchun bexatar muhit yaratadi, ham o'zidagi iqtisodiy qonuniyat orqali huquqning ziyoda kontroliga chek qo'yadi. Bozor yana nisbiy mustaqil iqtisodiy kuch bilan insonlarning aqida, hissiyot xohishlarini himoya qiladi. Huquqning ashaddiy tizginlashidan soqit qiladi va o'z navbatida aqidadan aql, farosat va ruhiy kuch oladi. Aqida insonlarning ma'naviy qimmat izlash tabiatiga qaratiladi. İnsan sevinish, cho'qinish, qo'rqish, xushal bo'lish, nafratlanish, rahim qilish, e'tiqod qilish tabiatiga ega. Bular iloh, tabiat, jamiyat va odam qatorliqlarga markazlashadi. Ilohiyat, metafizika va palla insonlarning ma'naviy qimmat xohishlarining samaralaridir. Aqida kishilarga chinlik, yaxshilik, go'zallikning o'lcham prinsiplarini ta'min etadi. Jongo bilan G'arb insonning tabiatiga o'xshamagan yakunlarni bergan. G'arb insonning asli tabiati razil deb o'ylab, izchil qonun tuzum islohoti ib borgan. Jongo insonning asli tabiati yaxshi deb qarab bir qator yo'sinni ishlab chiqargan. Feodal xallarning ra'yini cho'radigan bir qator qoida yo'sin qonunning rolini o'tagan. G'arb qonunlari hukmron bilan xalq o'ttirisidagi kurashning mahsuli. Jongoning qonuni bo'lsa hukmronning xohishining mahsuli.
G'arbda odam bilan odam o'ttirisidagi munosabatning yo'sini Xudo oldidagi barobarlikni negiz qilgan. Jungoda odam bilan odam o'ttirisidagi munosabat podshohning maylini negiz qilgan. Limin apandi Jungoliqlarning uzoq tarixiy jarayonlarda ifodalagan xususiyati bo'yicha Jungoliqlarni huquq millati deb qaragan. Uning qarashicha Kungzi aqidasi bir turlik huquq falsafasidir yoki bir turlik huquq madaniyatidir. Kungzi aqidasi yaxshi orzularga ega bo'lsa-mu, hech qachon hukmronlarning axloq o'lchamiga aylanolmagan. Tarixdagi hukmronlar Kungzi aqidasini o'zlarining rahimsizligini yepish uchun qo'llangan. Fuqarolar Kungzi aqidasi bo'yicha hukmronlarni Tangrining arkisi va himmati deb tushunib kelgan. Ular kurash qilib jamiyatni o'zgartirishning o'rniga xon podshohlarning shafqatiga erishishni umid qilib kelgan. Jungo klassik adabiyotidagi Suv bo'yida degan asardagi Sungjang tipik bir kungzichi bo'lib, 108 nafar isyonchiga bosh bo'lishdagi tub maqsadi Sung sulolasining zolim va chirik podshohining rahimdilligini qo'lga keltirish bo'lgan. Jungo tarixidagi shuncha uzoq 2000 yilda tuzuk bir ijtimoiy islohot bo'lmay, birlik kelish va bo'linish va birlik kelish, gullanishning o'rniga malamanchilikni tuzashni qo'yish kabi takror hodisalarning yuz berishi dal xon podshohlarning cheksiz o'zbeshimchiligidan kelgan. Bundaq o'zbeshimchilikni cheklaydigan amal choralar tepilmay kelgan. Shuning bilan kishilar o'ltirsa qopsa mansabdor bo'lib tushaydigan bo'lgan. Huquq hech qanday cheklamaga uchramaydigan xususiy mulkka aylanib qalaymaqan ishlatilgan. Cho'ng kichik huquqlardan tuzilgan huquq piramidasining uchida podshoh turadi. Piramidaning har bir qavatidagi mansabdor tovanidagi qatlamga nisbatan bir podshoh. Urug' tuqqanlar ara manfaat yetkazish quroliga aylanib ketgan huquq mexanizmi, huquqning ta'tir funksiyasini qadamma-qadam oshirib borgan. Hamma huquqni markaz qilgan, hamma huquq uchun xizmat qilgan. Mundaqcha aytganda Jungo g'oyat zo'r huquq maydoni bo'lib, bozor va aqidalar ig'ir darajada huquqlashtirilgan. Bundaq izchil tarix Jungoliqlarning huquqni cho'ng bilish xarakterini shakllantirgan. Demak, Jungoliqlarning taqdiri Jungoliqlarning xarakteriga aylanib ketgan. Natijada Jungoliqlarning kishilik xarakterida huquqqa oid o'zgacha omillar shakllangan. Musbat omillar. 1. Huquq asabiyligi, prinsip surishtirmay ifoda surishtirish, huquqi borning gapi yo'lliq bo'lish. 2. So'z bilan harakati birdek bo'lmaslik, deganini qilmaslik, qilganini demaslik. Limin apandi kungzichilarning klassik dasturi hukmronlarning yolg'onchiligining qorali bo'lib kelgan deydi. 3. İdeyani bo'g'ish, hasad bilan odam o'ldirish. Bu jihatda Sichuanlik Li Zongwu o'lamaning mamlakatning ichi sirtidagi Junxo millatining olqishiga erishib, qayta nashr qilinayotgan badniyatlik ta'limoti degan asridagi ayrim qurlarga qarab baqsaqlar kifoya. Azamatlarga aylanib nom chiqarishning yo'li badniyatlik deydi Li Zongwu o'lama. Uning qarashicha sav-sav o'tib ketgan qorini yetgan. U maqsadiga yetish uchun ikkilanmay odam o'ldirgan. Jahondagi odamlarga men vafosizlik qilsam bo'laveradi, lekin odamlarning menga vafosizlik qilishiga yo'l qo'yilmaydi degan so'z sav-sav va sav-savchilarning mashhur gapi. Liu Bi qilinliqda dong chiqargan ekan. U heli sav-savga, heli Liu Buga, heli Liu Biaoga, heli Sun Quanga yo'linib yashagan. Her tarafga qatirab boshqalarning xonasida panohlangan. Buningdan qilchimi xijil bo'lmagan. Liu Bi yig'lashga usta bo'lib, tas ishlarni yig'lab hal qilgan. Shunga kishilar Liu Bi yig'lab turib shahar oladi deyishgan. Sun Quan qoriniyatlikda sav-savga, qilinliqda Liu Biga yetmasimi,
Her ikkisida babog'ishqa qahramon bo'lib tonilalagan. Jo'galiyan talantliq bo'lsa-mu, qora niyatlikda Simoyiga yetanmagashga Simoyining zaminini ololmay o'lib ketgan. Manfi omillar. Birinchi itoatmanlik va qulluq. Ikkinchi oson ishonish va xurofiylik. Uchinchi bekinmalik, passivlik va qadimparastlik. Shuni askartmay bo'lmaydi-ki, huquqparastlik faqat Jungoliklarning milliy xarakteriga taalluq bo'lgan xususiyat emas, balki u har qanday millatda o'zini ko'rsatadi. Bu jihatda Chingizxonni, Timurlangni, Stalinni, Chausheskuni, Pinochetni, Kim Jong Ilni o'ylasaqli kifoya. İngilizlar deydi Liman efendi. Miladiya 17-asrdan keyin izchil turda bozorni o'z ijtimoiy faoliyatining negiziga aylantirgan. Buningda hamma iqtisodiy nafga yuzlangan bo'ladi. Huquq sohasidagi kishilarmi iqtisodiy odamlarning ta'siriga uchraydi. Davlatni idora qiladigan oz sonliq siyosiy guruhlar asos qonunning butkul xalq qatnashgan saylamdagi ovoz sonining ommaviy taratqularning cheklamasini qabul qiladi. Jungodagi qonunlar xon podshohlarning xalqni idora qilish irodasini chiqish qilib tuzilgachga, idora qilinuvchilarning odamiylik layoqati va ehtiyojini qilcha o'ylashmagan. G'arbning qonunlari diniy ahkomlardan to'ralgan. Parvardigor oldida podshoh bilan fuqaro barobar bo'lish nuqtai nazarining ta'siriga uchrag'ashqa, İngilizlar mutlaq hukmronlikqa mutlaq bo'ysunib o'tishdek taqdirdan saqit bo'la olgan. Xristian dini Angliyaga milodiya 6-asrda kirgan. Ayni vaqtdagi Angliya Anglo-Saksonlarning kichik xonadonliklaridan tuzilgan bo'lib, Xristian diniga kirish ayni vaqtdagi feodal hukmronlarning manfaatiga uyg'un bo'lgan. Diniy huquq bilan podshohlik huquqining ayrilishining feodal oqso'ngaklarning o'rnini himoya qilishda yordami bo'lgan. Milodiya 11-asrda Normandiyalar Angliyani istilo qilgandan keyin William bir butkul mamlakatdagi terilg'u yerning oltidan birini o'ziga qoldirib, eng cho'ng zamindor bo'lish bilan billa Fransiyalik tuqqanlarga yer taqsimlab feodal tabiq tuzumini borliqqa keltirdi. 13-asrga kelganda podshoh John Oqso'ngaklar va ritsarlardan tuzilgan cho'ng kengash 1215-yili 6-oyda tuzgan buyuk qonunga imzo qo'yishga majburlanib, iqtisodiy huquq bilan siyosiy huquqning tirikish sahifasi boshlanadi. Bu buyuk qonun g'arb tarixchilari tarafidan Angliya erkinligining ul teshi deyildi. 1343-yili Angliya parlamenti yuqori va to'van palatalarga ayrildi-da, podshohning huquqi yana bir qadam ilgirlagan holda cheklandi. Xristian dinida nomrodlik bilan g'o'rliq ma'nodosh qaralib, boylik yaratishga rag'batlantiriladi. Max Weberning protestant dini bilan kapitalizm ruhini bog'lab tushuntirishlari ilm ahlilarining diqqatiga alohida sazoverdir. Bozor kapitalizmining foyda munbari raqobat va hamkorlik, oshko'zlik va shaxsiyatchilik bozorning yomon sifatlik xarakteri. Amerikalik jamiyatshunos David Riesman yegona top degan tongliq asrida tipik bozor xalqi bo'lmish Amerikaliklarning xarakteri ustida analiz yurgizgan. U g'arb jamiyatining taraqqiyot yo'li bo'yicha 3 xil ijtimoiy xarakterni yakunlab chiqqan. Birinchi, an'anaga moyil tip. Bu tipdagi insonlar to'pi urf-odat, qoida yo'sin bo'yicha faoliyat qiladi. Bundaq jamiyatning harakati nomusni yadro qiladi. Ota-bobolarning boturligi va shon-sharafidan faxrlanish, san'atni birdan-bir boylik hisoblash, qoida yo'sin qo'g'ilish qatorliqlar bu xil tipdagi kishilarning asosli qimmat ko'rinishi bo'lib qoladi. Ikkinchi, ichmoyil tip. Bu tipdagi kishilar g'oya, e'tiqod uchun yashaydi va e'tiqod uchun kurash qiladi.
g'urur, vijdon, maslak deganlar bu xil odamlarning turtki kuchi bo'lgan bo'ladi. 3. Yot moyil tip. Amaliy manfaatga erishish, moddiy ehtiyojlarni qamdash, planliq va maqsadli holda munosabat qilish, nishonga yetishda shaxsiy qimmat qarashidan shartli chatnash qatorli xarakterlarda ko'riladi. Ular din, oila, nasab, shajara qatorliqlar bo'yicha o'zini boshqalardan tortib yurmasdan, boshqalar bilan kengashish va sig'ishish asosida ko'proq material boyligiga erishishni xohlaydi. Boshqalarni boshqarishning o'rniga hamkorlashtiradi. David Resman amerikaliklarning xarakterini 3 xil tipga kirgizadi. Uning qarashicha amerikaliklarda an'ana va yorqin diniy moyillik kam. Urug' tuqqan surishtirishni cho'ng bilmaydi. Ular pragmatist bo'lib, ya'ni foydachi bo'lib, fursat barobarligini tashabbus qiladi. Uyg'ur jamiyati 20-asrning 90-yillaridan boshlab Dali Karneg, Napoleon Hill, Ogmandino qatorliq utuqshunoslarning asarlari bilan orqa-orqadan yuz ko'rishdi. Burjua xarakteridagi murassam madorachilik ideyalari Uyg'ur yoshlariga ko'rinarlik yo'qdi. Maslak, maydon, aqida surishtirmay foyda izlash yoshlardan xeyli ko'pining qimmat qarashi bo'lib qoldi. Vaholanki ular an'anaga moyil tipidagi zo'r ko'p sondagi xalq bilan qandoq ishki munosabat qurishni amaliy hal qilib bo'lolmadi. Bozor insonda o'ziga loyiq xarakterni yetiltiradi. Masalan, pulni cho'ng bilish, bu junguliqlarning huquqni cho'ng bilish xarakteri bilan bir selishtirmani hosil qilgan. Bu hol rus shoiri Pushkinning monomisralarini esimizga soladi. Hamma narsa meningkidir dedi zar, hamma narsa meningki dedi xanjar. Zar dedi ki barin setib olaman, xanjar dedi barin tatib olaman. Mana bu sharq hokim mutlaqligi bilan g'arb pul mutlaqligining dialogi. Tarixda bu ikki xil mutlaqlik bir yerga kelgan ishlar to'la. Navbatdagi tarixmi uningdan mustasno emas. Bozor yana foydani cho'ng bilish bilan xarakterlanadi. Bu huquqning makkarlik xususiyati bilan selishtirma bo'ladi. Bozorda saxtalik oqmaydi. Vaholanki saxtalik huquqning ehtiyoji bo'lib qoladi. Qo'rqitish, aldash, yolg'on so'zlash huquq sahnasida bo'lib turadi. Hatto huquqsiz xalq diktatorlarning safsatisini haqiqat deb maqtashga majbur bo'ladi. Bozor yana erkinlikni shart qiladi. Agar kishilarda kasb tanlash, egilik tiklash jihatdagi erkinlik kapolati bo'lmasa, haqiqiy ma'nodagi bozormi bo'lmaydi. Fursat oldidagi barobarlik, xususiy mulkning qo'g'dilishi, iqtisodiy huquqqa homiy siyosiy huquq qatorliqlar bozorni boqilib turadi. G'arbda saylam huquqi, gap so'z huquqi, axborot va nashriyat huquqi, munosib holdagi qonun tuzish huquqi, ma'muriy huquq va adliya huquqi qatorliqlar erkinlik va kishilik huquqning asosliq elementi bo'lib keldi. Hayot menga hammadan qimmat, hayotdanmi qimmat muhabbat. Va lekin kechaman har ikkisidan, erkinlik, hurlik uchun faqat. Vengr shoiri Pitofining bu she'ri 4-may harakatining oldi kaynidagi jungo yoshlari uchunmi qizg'in, hayajonli xitob bo'lgan edi. Rohatparastlik, ilm-fan va man markazchilik qatorliqlarmi bozorning hayotiy kuchini oshiradigan omillarga aylangan. Boshqalarning nopoziga tayanma, o'zingning hukm qilish iqtidoringga ishon. Mana bu g'arbliklarga o'rtaq xitob. Limin apandi aqida e'tiqod xohishi xususida so'zlaganda tipiklashtirib yahudiylarni misolga oladi. U g'arb madaniyatining ma'naviy turik sifatida diniy aqida, aqliy tafakkur, ilmiy tajriba qatorliqlarni ko'rsatadi. U bularga munosib holda junguliqlarda sistemalik diniy e'tiqod yo'q,
faqat ajdodlarga sig'inish va arvohlarga atab nazr qilishla bor deydi. Liming apandining qarashicha, din Yahudiylarning simvoli. Dunyodagi Yahudiylarda o'rtaq qon, o'rtaq til, o'rtaq yeziq yo'q. Faqat Isroiliya Yahudiylarla o'lgan yeziqni tirildirib ishlatishga muvaffaq bo'la olgan. Amaliyotda butkul dunyodagi Yahudiylarning kimligini sug'urib kelgan narsa o'rtaq din. Bu haqda ingliz shoiri Bayron Yahudiylarni butkul tarixiy taqdirini bir parcha kitob bilan, ya'ni Tavrot bilan bir o'yga, ya'ni bir ibodatxonaga markazlashtirgan millat deb sifatlagan ekan. Liming apandining tushuntirishicha, agar Tavrot bilan ibodatxonasi bo'lmagan bo'lsa, Yahudiylar allaburun yo'qolib ketgan bo'ladi. 2000 yillik sarsonlik Yahudiylarni turli irqqa aralashtirib etdi. Lekin ular Yahudi engi bo'yicha mavjud bo'lib keldi. Junguliqlarning bo'lsa izchil madaniyat kengayishida o'zlarini idora qilgan boshqa millatlarni o'ziga singdirib o'z turkumiga aylantirdi. Aqida xohishida chilliq, yaxshilik va go'zallikni hammadan ustun qo'yish gavdalanadi. Tavrot va Injildagi payg'ambarlarning mushaqqatli kechirmishlarida har qanday badal to'lashga qaramay haqni izlash ruhi ifodalangan. Liming apandi yuqoriqi 3 millatni selishtirib kelib, ularning simvollik farqini tilga oladi. Uning qarashicha junguliqlarning simvoli Xanzu yeziqi, Yahudiylarning simvoli Tavrot, inglizlarning simvoli tilkan, ya'ni ingliz tili ekan. Bu yerda biroz mutlaqlashtirib o'tish bor. Chunki til, yeziq va din ko'p holda nurg'un millatning simvoli bo'lib qolmay, balki jon tomiri bo'lib qoladi. Bir qism alohida mazgilda ba'zi millatlar dal o'zlarining e'tiqodi va til yeziqi orqali o'zlarining farqini saqlab qoladi. Albatta junguliqlarni huquq millati, inglizlarni bozor millati, Yahudiylarni e'tiqod millati deb mutlaq kesib aytqili bo'lmaydi. Chunki huquq, iqtisod va e'tiqodni barliq inson turkumi uchun aytganda muqarrar intiladigan va muqarrar ifodalanadigan kategoriya deyishga bo'ladi. O'zini qo'g'dash, ya'ni siyosiy, o'zini qamdash, ya'ni iqtisod, o'zini atash, ya'ni din inson tabiatida tabiiy ehtiyojlardir. Shunga ularni qandaqdir ma'lum bir millatga taalluq qilib qo'yish bir taraflamalikdir. Vaqti kelganda har qandaq millat bozor millatidir. Har qandaq millat huquq millatidir. Har qandaq millat e'tiqod millatidir. Masala faqat siyosiy, ijtimoiy muhitning shu xil iqtidorini qo'zg'atishida. Liming apandini belgilik tarixiy sharoitda maydonga chiqqan milliy taqdir, milliy xoslik, milliy xarakterni nazarga olib turib, ularni yakunlab ko'rsatdi deb tushunsak muvofiq bo'ladi. Bir millat ma'lum bir tarixiy bosqichda belgilik milliy xarakterni gavdalik namoyon qilish bilan birga boshqa yoshirun xususiyatlarni saqlaydi. Ashu yoshirun taraflar gavdalik taraflar uchun xizmat qiladi. Masalan, kishilar Uyg'urlarni naqshi usul millati deb sifatlashga odatlanib ketishgan. Amaliyotda buni hozirgi tarixning xohishi tarafidan yuklangan sifat deyishga bo'ladi. Garchi bu millat naqshi usul millati deyilsa-mu, naqshi usulchilari asosan milliy sahna, restoran va bazmaxonalardan oshmadi. San'atchilarimiz 1,5 soatga yetmagan bir qitimliq konsertda O'zbek, turk, hindi, arab, yapon, rus, ingliz qatorliq nurg'un xalqning naqshi usullarini o'rinlamay qolmaydi. Demak, biz naqshi usullarni eksport qilishning o'rniga import qilyapmiz. Bu bizni haqiqiy naqshi usul millati ekanligimizdan gumonlantiradi. Uyg'urlarda iqtisodiy millat va ilm-fan millati bo'lish yoshirin iqtidori yo'q deb kim ayta oladi va isbotlay oladi?
1995 yili professor Abdushukur Muhammad Emin Şinjan Medeniyeti jurnalining 1995 yillik 5-6 sonida İpek yo'lida qayta o'ylanish nomli muhokamasini e'lon qilib, asr olmish harpisida millatimizning ijtimoiy madaniy holatiga bir diagnoz qo'yib chiqqan edi. U nazariyaviy tafakkurimizdagi ojizlikdan nola qilib, biz naqshi usul millati, she'r millati bo'p qiliverdik. Bo'yoqchidan ortiq ximik, to'mirchidan ortiqroq fiziklarimiz bo'lmadi degan edi. Abdushukur Muhammad Emin apandi dunyodagi millatlarni ularning kamolati va raqobat iqtidoriga qarab 3 xilga ayirgan edi. Birinchi, etnologiyalik millat bo'lish shartini umuman hozirlagan turkum. Bularda milliy til, yezik, xos tarix, ma'arif, urf-odat, adabiyot, din, territoriya bo'lgan bo'ladi. Bunda xalqlar o'zlarining ajdodiy madaniyat yiltizi va genlariga hissiy rishta bog'lagan bo'ladi. Millatning iftixori va or-nomusiga chetiladigan narsalarga kuchlik hissiyotini ifodalasimi, oqilona tahlil va muhokamaga kelganda ojiz bo'ladi. Ikkinchi, ijtimoiy millat o'zining tabiiy milliyligini o'zaro kuchlik o'rtoqlik, hamdamlik, izchillikqa, boshqalarga nisbatan kuchlik raqobatchanlikqa aylantirgan turkum. Bundaq turkumning a'zolari shaxsiy manfaati bilan umumning manfaatini angliq bog'lab, zarur tepilganda umum uchun shaxsiy manfaatidan voz kechadi. Ro'shan qarindoshlik rishtini namoyon qila oladi. Uchinchi, siyosiy millat yuqori milliy madaniyat, yuqori milliy ong, yuqori uyushchanlik, yuqori ijodchanlik bilan o'z turkumini afzallikka erishtirish bilan billa yashash uslubi va ijtimoiy tartib jihatda boshqa turkumlarga ta'sir ko'rsatiladigan turkum. Tuzuk boyligi yo'q kichikgina orol davlati Yaponiyani dunyoning nazariga erishtirgan narsa zoti nima? 2000 yillik sarsonlikdagi yahudiylarni saqlab milliy davlatga erishtirgan narsa nima? Biz bu ikki millatni siyosiy millat desak bo'lamdi yo'q? Professor Abdushukur Muhammad Emin Yaponlar bilan yahudiylarni tipik siyosiy millat sifatida misolga oladi. Bir millatning qaysi xilga tava bo'lishi o'zgarmas qonun emas. Bir etnologiyalik millat siyosiy millatga aylana olishi mumkin. Bir siyosiy millat o'zining afzallik o'rnidan chekinib ketishi mumkin. Tarix sahnasidagi bosh qahramonlar azaldan beri almashib turgan. Men Şinjan ijtimoiy fanlar munbiri jurnalining 2004 yillik 1-sonida Jungoning nopozliq madaniyat shunosi Gan Yang apandining siyosiy millat bo'lishga yuzlanish degan maqolasining uyg'urcha tarjimasini e'lon qilgan edim. Qarasam jamiyatda bu maqola haqida tuzuk inkos bo'lmadi. Shuningga qarab kishilarni aqliy sagaklardan hisoblashga aqlim bormadi. Maqolada avtor uzoq muddat qaloq, ojiz holatda yashagan millatning iqtisodiy jihatdan bosh ko'targandan keyingi yomon oqibatdan andisha qilgan. Bundaq ahvolda jamiyat tabiiy qilishib, ko'p qutublashib, har tarafga chechilish xavfi bor edi. Ganyang siyosiy millat degan nima degan savolni qo'yib, uningga ko'p qutublik va ko'p manbalik ijtimoiy iqtisodiy manfaatni millat bir butunligining siyosiy irodasi va siyosiy uyushish kuchi ostiga akilalaydigan millatni siyosiy millat deymiz deb javob bergan. U tangliq jamiyatshunos Max Weberning qarashlari bo'yicha a'zolari o'rtaq manfaatga qiziqmaydigan, aralashmaydigan yoki aralashishning sirtida qoldirilgan millatlarni qaloq millat deb tushundirgan. İlg'or millatning a'zolari siyosiy aralashishlar orqali o'zining uzoq muddatlik milliy manfaatiga nisbatan yuksak siyosiy uyushchanlikni yetildirgan bo'ladi. Biz millatlarni ularning ijtimoiy taraqqiyoti bo'yicha turga ayirishning bir qancha ulgusini ko'rdik. Bularga Uyg'ur jamiyatining holatini tatbiqlab ko'rganimizda mundaq xulosaga kelamiz.
Uyg'urlar e'tiqod millati, lekin asosi gavdasidan qaraganda angliq e'tiqodchilardan emas. Uyg'urlar an'anaga moyil to'p, lekin an'anasini tuzuk qezishga muvaffaq bo'lolmagan. Uyg'urlar etnologiyalik millat, lekin o'z etnologiyasining falsafiy tasvirini tuzib bo'lolmagan millat. Ularning munosabatini bir-birini angliq qo'llash munosabati degandan ko'ra istiqiylik yo'nalish munosabati degan tuzuk. Abdushukur Muhammad Emin bugungi kunda Uyg'ur milliy turkumining uyushish kuchi faqat muqom mashrab, til adabiyot, to'y-to'kun, o'lim yetim, heyit oyamni vosita qilgan oddiy tabiiy etnologiyalik alomatlarda qoldi deydi. U bu gapni aytqaniga dal 15 yil bo'lgan mushu kunlarda bo'lgan bo'lsa nimalarni dar edi ekan. Uyg'ur aholisining bir qadar madaniyatligirak qismi bo'lgan Urumchi Uyg'urlarining to'ylaridagi tetiqsiz dag'u-dug'a va hashamatlar kishini kelgusi haqidagi qayg'uliq o'ylarga sanmay qolmaydi. To'ylar milliy xarakterning suzuk, yorqin kristaliga aylanib, kishilarni tarbiyalashi kerak edi. To'ydagi dog'vozlik va isrofchilik darajasi hamma odamni saskandirsa-mu, lekin hech kim bu xil qabohatni isloh qilishga urinib boqmadi. Bu jihatda o'zini ziyoli deydiganlarni o'xshash rol oldi. Davlat, qit'a yoki dunyo sahnasida utuq qozonib kelgan bir bokschi birining to'yiga borolmagan bo'lsa, uning qimmatini hech nimaga tang qilmaydigan, kechilab tajriba ishlab alga foydasi bor belgilik natija chiqargan olimni so'rinda o'ltirish bergan ulfatga tang qilmaydigan qimmat qarashlar bizga omom yuzlik yomrab ketgan. O'zining xususiy foydasi, havasi, xumori, o'yini bilan bevosita aloqasi bo'lmagan har qanday natijaga e'ron qilmaydigan odamlar, oz to'la umumiy manfaatga ko'ngil bo'ladigan odamlardan son jihatdan mutlaq ko'p bo'pli qolmay, balki ular kundalik ish harakatlarning o'lchamiga aylanib ketiglik. Ular hamisha yo'lliq va haqliq bo'lib ketiglik. Vaholanki tarix bunda qavmga hargiz kulib boqmaydi. Balki bunda qora g'ofillarni boshqalarning oyiqiga poyandoz qilib beradi. Millat bir ijtimoiy hukm bo'lib, ma'lum ijtimoiy belgini asos qilib ayrishning mahsuli. İnsanshunoslar, millatshunoslar va jamiyatshunoslar o'zlarining ilmiy tadqiqot metodi bo'yicha insonlarni turkumlarga ayriydi. Bundoq ayrishlar o'z davridagi siyosiy ehtiyojlarning kuch kiritishidan xoli bo'lolmaydi. Sobiq Sovetlar ittifoqining dastlabki yillaridagi O'rta Osiyo turklarining bir necha millat turkumlariga ayrilishi tamamen degudek bo'lib boshqurishdan iborat siyosiy ehtiyoj tufaylidan bo'lgan edi. Ko'p holda davlat o'zini o'z ichiga olgan millatni yasab chiqadi. Aslida tabiat yaratgan farq bilan o'xshashlik bor. Kuchliklar zarur tepilsa, azroq farqdan cho'ng ijtimoiy farqni yasaydi.
Bu parçalash deyiladi. Kuchliklar yana zarur tepilsa azroq o'xshashlikdan cho'ng siyosiy birlikni qurib chiqadi. Bu sömürüş deyiladi. Demek bölüş bilen qo'shish siyosiy hazmning qonuni bo'lib kelgan. Şunu millet degan uqumning gavdasida o'z bilan o'zgulik bor bo'lgan bo'ladi, hamda irqiy farqlantirish mavjud bo'ladi. Ko'p holda bir millat yana bir millatga baho berganda asonli bir taraflama qarash paydo bo'ladi. Bir taraflama qarash haqida jamiyatshunos Junji McOnis ta'bir berib, ma'lum bir turkumga berilgan qatmal adil bo'lmagan baho va hukmdor degan edi. Bundaq baholar hech qanday asos bo'lmay turibmi hamma odamga umumlashgan bo'ladi. Masalan, ular azaldan tirishmaydigan axlat bir nimalar maktabda o'qitsimi baribir degandek. Demak, millatlarning alohidaligi, xususiyati, taraqqiyot holati haqida chiqarilgan yakunlarda hamon yakun chiqaruvchilarning o'ziga xos g'arizi bo'ladi. Şunu o mutlaq haqiqatga barobar emas. Bir insonlar turkumi keltirib bergan reallikni yana bir insonlar turkumining o'zgartirishini jamiyatlar tarixi hargiz chetga qoqmaydi. Balki shartli holda muayyanlashtiradi. Siyosiy va ilm nopuzliklarining qarashlari tarixning bir mazgillik modisi bo'lsa bo'la oladi. Lekin mutlaq haqiqat bo'la olishi notayin. Jahon munbiridagi o'ziga va o'zgiga hokim xalqlarni ko'rganda kishida tabiiy holda millat haqida savol tug'iladi. Yuqoriqila inglizlarning milliyatidan olgan ta'sirotlarimning xurijidan shakllangan ozroq bilimlarimdir xolos.